Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Xitoycha O'zbek. Siz mening YouTube kanalimdasiz. Demak, bu shu kanalim orqali sizlarga do'stlar Xitoy marketplace ilovalari orqali ishlash yoki bo'lmasam Xitoy bozori orqali ishlash, shuningdek Xitoyga doir bir qancha ma'lumotlarni berib o'taman do'stlar. Shuningdek global kargo asoschisiman, ya'ni Xitoydan O'zbekistonga yuklarni yetkazib berish bilan shug'ullanamiz. Va tajribamiz davomida mijozlar tomonidan ko'plab beriladigan savollarga bugun qisqa va lo'nda qilib, tushunarli qilib javob berishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Xo'p, so'nggi paytlarda o'rtoqlar, xabaringiz bor, Xitoy marketplace ilovalariga juda ham talab kuchayib ketdi. Bunga asosiy sabab, ya'ni o'sha Xitoy marketplace ilovalarida narxlarning arzonligi yoki bo'lmasam u yerdagi mahsulotlarning, ya'ni ruschasiga aytganda vibrning ko'pligi deymizmi? Hamma har xil qaraydi bu masala bo'yicha. Xo'p, o'rtoqlar, sizningcha Xitoy marketplace ilovalari nechta? Bizga qaysilari ma'lum? O'rtoqlar, aynan O'zbekiston hududida asosan 3 ta ilova, ya'ni 1688 Taobao yoki Pinduoduo ilovalari ko'proq ommalashgan. Eng ommalashgan esa asosan Taobao hamda Pinduoduo ilovalari. Lekin aslida bizga 3 tasi yoki 4 tasi ma'lum bo'lgani bilan, lekin Xitoy ilovalari, bu Xitoy marketplace ilovalari aslida 100 dan oshiq o'rtoqlar. Bizga nimaga aynan 3 ta 4 tasigina ma'lum xolos. Buni asosiy omillardan biri o'rtoqlar, ya'ni faqatgina shu Pinduoduo yoki 1688 yoki Taobao ilovalariga O'zbekiston, ya'ni telefon raqami bilan bog'lanishimiz mumkin bo'ladi. Qolgan ilovalarga esa, ya'ni O'zbekiston regioni, ya'ni o'sha O'zbekistonning raqamini kirgizib bo'lmaydi. Ya'ni telefon kontaktlarini xoh Beeline, xoh UCL, xoh hokazo bo'lsin. Shu asosan shu ilovaga, ya'ni O'zbekiston telefon raqamlari orqali biz undan ro'yxatdan o'tishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, o'rtoqlar, keyingi savol mijozlar tomonidan ko'plab savol beriladi. Ya'ni siz qaysi ilovani, ya'ni qaysi marketplace ilovani bizga ko'proq maslahat berasiz deydi. Ya'ni Taobao yoki Pinduoduo yoki 1688. Xo'p, o'rtoqlar, ushbu savolga umumiy qilib javob beraman. Xitoy marketplace ilovalarini bu ilova bunday, bu ilova bunday deb sizga ajratmayman. Sababi o'rtoqlar, siz har bir ilovadan mukammal foydalanishni bilsangiz, bu siz uchun manfaatli bo'ladi. Ya'ni agar siz ilovadan to'g'ri foydalanishni bilsangiz, undan siz to'g'ri ishlashni bilsangiz, hech qachon u ilovalardan ziyon ko'rmaysiz va to'g'ri mahsulot tanlashni bilsangiz. Asosan mijozlarning eng ko'p qiladigan xatolaridan biri o'rtoqlar, bu o'sha marketplace ilovalarida haddan ziyod arzon bo'lgan mahsulotlarga qiziqishadi. Ya'ni shu uchun keyin mahsulotni olib kelganda qarasa o'sha suratdagi ilovadagidek ko'rsatilmaydi. Bu o'rtoqlar, Xitoy marketplace ilovalaridagi mahsulotlar goh payti haqiqatda o'sha suratdagidek bo'lmaydi. Bu marketing o'rtoqlar, ya'ni marketing deganda buni ruschasiga tovarniy vid deydi. Mahsulotni yana ham chiroyli qilib ko'rsatish uchun shunaqangi fokuslardan foydalanishadi. Bunga aldanib qolish kerak emas. Bunga ko'pchilik aldanib qolishning asosiy omillari bu yuqorida aytib o'tganimdek, arzon mahsulotlarga ko'p uchib qo'yishadi. Har doim shu mijozlarga bitta maslahat beraman. Xitoy marketplace ilovalariga arzon deb emas, ya'ni vibr ko'p deb qarashlarini ko'p tushun. Ya'ni Xitoy marketplace ilovalari o'rtoqlar arzon bo'lishi mumkin, lekin mahsulotning sifatiga qarab arzon bo'lishi mumkin. Hamma yerda yaxshi mahsulotlar hech qachon arzon bo'lmaydi o'rtoqlar. Shu uchun Xitoy marketplace ilovalaridan siz xoh Pinduoduodan foydalaning, xoh 1688, xoh Taobaodan foydalaning. Agar siz undan to'g'ri foydalanishni bilmasangiz, bu sizga to'g'ri manfaatli bo'lmaydi. Xo'p, shuning uchun o'rtoqlar, Xitoy marketplace ilovalari bilan ishlashda shoshilish kerak emas.
Xo'p, keyingi savol, beriladigan savollardan yana biri mijozlar tomonidan savol beriladi. Ya'ni Xitoy Marketplace ilovalari aynan Xitoy tilida ekan va bizga bu qiyinchilik tug'dirmoqda deyishadi. Ha, to'g'ri, Xitoy Marketplace ilovalarining deyarli hammasi Xitoy tilida, deyarli emas, hammasi Xitoy tilida. Bu uchun o'rtoqlar sizga kerak bo'ladi Google tarjimonlar yoki online translator degan narsalar bor. Demak, siz Play Market ilovasi orqali yoki App Store orqali ushbu ilovalarni skachat qilib olib, o'sha aynan yoki Pindodonimi yoki Tabonimi screenshot qilib o'sha bo'limini tarjima qilib olishingiz kerak bo'ladi. Bu juda ham zarur va kerak. Ba'zida ko'plab mijozlar o'sha til, ya'ni til bilmasligi sababli ham yoki onlayn tarjimon orqali ham tarjimondan foydalanmasdan mahsulot xarid qilib qo'yib, umuman boshqa mahsulot olgan joylari ham bo'lgan ish jarayonimizda. Shu uchun o'rtoqlar, agar siz Xitoy Marketplace ilovalarini haqiqatda mukammal o'rganib olsangiz, hammasini 100% o'rganib olsangiz, u ilovalarda har xil bo'limlar bor, o'rtoqlar. Taboda ham, Pindoda ham va hokazo hammasida. Ya'ni bo'limlarga bo'lishimiz mumkin ilovani o'zida. Ya'ni original mahsulotlar, brend mahsulotlar yoki bo'lmasam aksiya, chegirmadagi mahsulotlar, xuddi shunaqa bo'limlardan siz foydalanishni bilsangiz, demak bu siz uchun manfaatli bo'ladi o'rtoqlar. Agar boya aytib o'tgandek, siz to'laqonli ilovalardan to'g'ri foydalanishni bilsangiz o'rtoqlar, bu sizga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Til masalasiga kelganimizda boya aytib o'tganimdek, agar siz nima deydi, endi Xitoy tilini deyarli 99% bilmaymiz, shu uchun onlayn tarjimonlardan foydalanishni maslahat beraman o'rtoqlar. Xo'p, o'rtoqlar, kanalimni kuzatib boringlar. Bundan qiziq ma'lumotlarni xudo xolasa yuklab boramiz va savollarga, mijozlar tomonidan yuborilgan savollarga ham javob berishga harakat qilamiz do'stlar. Sog' bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting do'stlar.